Assalamu alaykum, qadrlik kitob o'qish munbirining qizg'in ishtirokchilari. Men Mihray Rahman. Kitob o'qish munbiridan sizga Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayot tarixi xotirlangan sira shirin buloqni bevosita o'qib tarqatyapmiz. Navbatda biz Qurayshlarning musulmon qo'shinining ushtumtut bostirib kirganligidan ongtan qolganligi degan mazmundan boshlab bevosita o'qishligimizni başlayımız. Dikkat bergeysizler. Qurayshlarning musulmon qo'shinining ushtumtut bostirib kirganligidan hangtan qolganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyanning yenidan o'tib ketishi hamon Abbos raziyallohu anhu uningga tez bo'lgin, sen xalqingga xabar yetkizgin dedi. Shuning bilan Abu Sufyan ushqandek ot choptirib, musulmonlar qo'shinidan avval Makkaga kirdi. Ve bütün avazı bilen Quraysh xalqi mana hozir Muhammad taqobil turg'ul bo'lmaydigan zo'r qo'shin bilan yetib keldi. Darhol qichinglar, kimki Abu Sufyanning qo'rosiga kirib olsa omon bo'ladi deb tovliq turdi. Bu chaqda uning ayoli Hindi binti o'tpay yugurib chiqib, uning soqolidan oldi va ig'zini buzib, "O qo'rqinchoq to'g'ri yurak, bu maydonsiz ablahni o'ltiringlar, dushmanning qo'lchamoqchisi bo'lib, ketkiningga issit" deb cho'qan ko'tirdi. Ammo Abu Sufyan uning so'ziga parvo qilmay, "Vayslarni nimaga qarab turasizlar? Bu xudoning gapi kirmanglar. Muhammad sizlarga son sanoqsiz qo'shin bilan bostirib keldi. Har kim Abu Sufyanning, ya'ni mening demakchi, o'ylisi kirib olsa omon qoladi" degan edi ular. "Iva bal takkur. Sening o'ylangan nimaga kar qiladi?" deyishdi. Shunga u o'z o'ylisiga kirib, darvozasini taqib olganlarmi omon qoladi. Masjidil Haramga kirib olganlarmi omon qoladi dedi. Shuning bilan kishilar o'z uyiga, Masjidil Haram tarafga yugurishdi. Shu asnoda bir bo'lik kishilar habashlik ahmoq nadonlarni setib olib, musulmonlarga qarshi urush tashkilladi. Ular ish o'ngdan kelib Quraysh g'alaba qilsa, hammaylan qo'zg'alib jang qilmoqchi. Navari ish aplashmasa, ondan Abu Sufyanning chaqirig'iga ovoz qo'shmoqchi bo'ldi. Natijada İkrama ibn Abi Cahil, Safvan ibn Umayya ve Suhayl ibn Amru başçılığında Quraysh ve onun ittifoqdoshlaridan bo'lib, bir uçum aqlsiz ve oqqarni farq etilmaydigan talbalar Handama degan joyga to'planib, musulmonlarni to'sish uchun tayyorlandi. Ularning ichida Qurayshlarning ittifoqdoshi bo'lgan Bani Bakri qabilasidan Yimaz ibn Qays ismli bir kishi bor edi. U shu asnoda jiddiy uyga qaytib, qurol yaroq jabdishiga kirishgan edi. Buni ko'rgan ayoli uningga, "Buni nimaga tayyorlaysan?" dedi. U Muhammadga va uning odamlariga taqobil turish uchun dedi. Ayoli, "O'qishimcha Muhammad va uning odamlariga hech narsa kelolmasmish" dedi. U, "Ey xotin, men degan ulardan bir qanchini sana xizmatkor qilib beray deyapman" dedi. Ondan uni she'rni o'qidi. "Agar kelsa, bugun kelsin, yo'qdir menda bahona, qurollarim tang mening, ko'rmagandir zamona. Ikki bisliq shamshirim, mashqumdir janona." Shundan keyin kelib damdiki sayoqlarga qaytildi. Musulmonlar qo'shini Zitibanda. Ammo musulmonlar qo'shini davomli olib ilgirlab Zitban degan joyga yetib keldi va u yerda to'xtab qo'shinni qanotlarga bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushu yerga kelganda qadar Alloh taoloning uni Makka fatihisi bilan tatuqlig'iga tashakkur etish yuzidan beshini tuvan silib ingishib mangan edi. Uning muborak soqol mo'ylari ot egalarining oldi paynikiga tegib turadi. U Xolid ibn Valid raziyallohu anhuni o'ng qanot qo'shiniga amr qilib tayinladi. Bu qanotga Bani Aslam, Bani Sulaym, Bani G'ifar, Muzayna, Juhayna va bir qancha arab qabillarini ayirdi. Uni Makkaning tuvan darbidan kirishga buyurdi. "Sizlar men bilan Safatig'ida uchrashgan qadar qarshilik ko'rsatganlarni qirib tashlanglar" dedi. Ondan sol qanot qo'shini tashkil qilib, Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhuni amir lashkarlikka tayinladi va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga o'zining alamini tutqizdi. Ondan uni Makkaning usti tarafidan Bani Kudaydan kirishga va mazkur alamni
Ajnun töpülenge qadab o'zi yetib bargan qadar Ajnundan ayrılmay turishqa buyurdi. Fidoilar bilan muhasirachi qo'shinga Abu Ubayda radhiyallohu anhu amirlashkar qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni Badni varisning o'tirisidan yo'l elib, o'zining oldida Udul Makkaga kirishga buyurdi. Musulmonlar qo'shinining Makkaga kirganligi musulmonlar armiyasining har qaysi yo'l qo'shinlari belgilangan liniya bo'yicha yo'l oldi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu boshchiligidagi qo'shin qarshilik qilganligi mushrikni u dunyoga yo'lga silib, nishonga qarab ilgirladi. Uning odamlaridan faqat ko'zni Kurzi ibn Jababiril Fihri bilan Hunays ibn Xolid ibn Rabi'a radhiyallohu anhumalar qazo qildi. Sababi bular qo'shindan ayrilib qilib, boshqa bir yo'lga kirib qolganlikdan mushriklarning tuyuqsiz hujumga uchrab o'ldirildi. Ammo mushriklar to'plagan heliqi nodon kishilar Handamda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu va uning qo'shinining oldini to'sib tirkashdi. Xolid ibn Valid qo'shini ularni tezla surum to'qay qilib 12 odamni o'ldirdi. Natijada mushriklar va ilqi musulmonlarga qarshi urushga alaydan tayyorlik qilgan Imas ibn Qays qatorliqlarning hammasi tikibatdi. Imas alsiragan peti uyiga qochib kirib ayolga "Ishkin taqa" deb barqirgan edi. Ayol uningga "Teg'i bayamla, nima deb atattың?" dedi. Shuning bilan u javobning o'rniga tuvangi she'rni o'qidi. Agar ko'rsang chu nä bo'ldi Handama, qochdi Safvanmu, qochdi Ikramma, beshimizda o'ynadi musulmon qilishlari, kaskandur bilakni boshni kesmas dema, qilich yegan lomjim demay tishlar to'pa, orqadan qo'qlar desam hayron bo'lib so'rma nima, eg'iz ochma malomatga man qilma biror kalima. Xolid radhiyallohu anhu Makka ko'chalarida g'olibona aylanib yurib, oxir payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Safa teg'ida uchrashdi. Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu tez ilgirlab payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning alimini Fathi darvozasi yenidan Hajdunga qadash vazifasini o'rinladi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shu yerda bir chedir tikib uning kelishini kutdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Masjidil Haramga kirib, Baytullohni but haykallarini tozalaganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zubayr qismi bilan uchrashgandan keyin Baytullohga qarab yo'l oldi. Muhojir va ansarlar uning atrofida uni o'rab kelib atadi. U udul berib haramga, ya'ni Masjidil Haramga kirdi va Ajrul Aswadning oldiga berib uni busa qildi. Ondan Kayba ni tavab qildi. Bu chaqda Kayba atrofida 360 tane but tiklaklik edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'lida bir tal yochoq o'qni ko'tarib olgan bo'lib, u heliq o'q bilan butlarni urib, parchalab tashlashga boshladi. U haqiqat, ya'ni islom keldi. Botil, ya'ni kufri yo'qoldi. Botil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degan Qur'oni Karim sura Bani Isroil 17-sura 81-oyat o'qib mang'atdi. Butlar do'milab, yiqilib tushib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Kaybini uloq ustida turib tavob qildi. U shu kuni muhrim, ya'ni ihrom bog'liqlik emas edi. Shunga u Kaybni tavob qilish bilan kupaylandi. Tavobdan keyin Osman ibn Talhani chaqirtib, uningdan Kaybning ochqichini elib, eshikni ichib kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Kaybning ichida nurg'un rasm suratlarni ko'rdi. Rasmlar ichida Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomning qo'llarida pal o'qlarini tutib, pal selayotgan holatdagi xiyoliy sızma rasmlar bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Alloh mushriklarga la'nat qilsin. Ular, ya'ni payg'ambar hargiz pal solgan emas." U Kaybning yana bir bulunga yochoqdan uyulgan kaptarning haykalini ko'rib, uni o'z qo'li bilan sundirib atdi. Ondan heliqa rasm va suratlarni buyurib o'chirgizib atdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Kaybida namoz o'qib chiqib, Quraysh xalqiga nutq so'zlaganligi. Kayba ichidagi suratlar o'chirib etilgandan keyin uning ichida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Ali ibn Abu Talib va Usama ibn Zayd radhiyallohu anhumalar qoldi.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Kayba ichida o'ng tarafdan 1, so'l tarafdan 2, keyindan 3 to'rikni tashlab, shu vaqtda Kayba 6 to'riklik edi. Darvoza o'rnatilgan tamning qarshi tarafidagi orqa tamga, ya'ni oldini qilib, tam bilan o'zi oraliqida 3 gaz, taxminan 2 metrcha ozroq yer qoldirib namoz o'qidi. Namozdan fariq bo'lgandan keyin Kaybaning hamma bulungini aylanib chiqdi. U har bir bulungida takbir aytib, yomonlikdan saqlanish va yaxshilikqa muvaffaq bo'lish faqat ulug' Allohning madadi bilan mumkindir deydi. Ondan darvozani ochdi. Bu chaqda Qurayshlar sap-sap bo'lib turgan bo'lib, masjid to'shib ketgan edi. Ular pastda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nima qilarini kutib turib. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam darvozani ochib, ikki qo'lida darvozaning ikki qasqinini tutib turib mundaq dedi: Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Alloh yagonidir. Allohning sherigi yo'qdir. Alloh o'z va'dasini amalga oshirdi. O'z bandasiga yordam berdi. Dushman to'pini o'zi yolg'iz mag'lub qildi. Ogoh bo'linglarki, har qanday imtiyoz, olvon siliq va yoki kona qon qisoslarning hammasi bugundan e'tiboran qat'iy bekor qilindi. Faqat Baytullohga qarash huquqi va hojilarni suv bilan ta'minlash ishi buningdan mustasnodir. Bilishinglar kerakki, sahvanlik bilan odam o'ldirish qasdan yoki tayoq, qamchi qatorliqlar bilan o'ldirgan bilan barobar. Uningda diyet, ya'ni to'lam egirlatib 100 to'ga to'ldidu. Buning ichida 40 to'ga bo'g'oz bo'lish shart. Quraysh jamoasi Allah sizlardan jaholiyatning mug'ambarligini va ajdodlar bilan faxrlanadigan illatlarni ketkizdi. İnsanların hammasi Adam otaning bolalari. Adam ota tuproqdan yaralgan. Ondan munu oyatni tilovat qildi. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tonishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Qur'oni Karim sura Hujurat 49-sura 13-oyat. Sizlar bugun ayblashga uchirmaysizlar. U yana Quraysh jamoasi, sizlar meni nima qiladi deb qaraysizlar degan edi ular. Yaxshilik qilar deb o'ylaymiz, chunki sen yaxshi qarindishimiz, yaxshi qarindishimizning o'g'li deyishdi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, men sizlarga Yusuf alayhissalom qarindoshlariga nima degan bo'lsa, shundoq deyman. U qarindoshlarga bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Qur'oni Karim sura Yusuf 12-sura 92-oyat degan edi. Men mu shundoq deyman. Beringlar, hammanglar erkin ozoda debatdi. Baytullohning oshqushini o'z egasiga qaytarilishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuqorqidek ish so'zlarini qilgandan keyin masjidga kirib o'ltirdi. Baytulloh, ya'ni Ka'baning oshqushi texchi uning qo'lida edi. Ali raziyallohu anhu o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, bizga, ya'ni Bani Hashim jamoatiga demakchi. Ijobat Ka'baga yopiq yepish va uningga qarashni siqoya ma'nosi hojilarni suv bilan ta'minlash va haj davomida ishlarga yo'l boshchilik qilish bilan jamlab bergin. Alloh sana rahmat qilg'ay" dedi. Yana bir so'zda bu gapni deguchi Abbos raziyallohu anhu edi deyilgan. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Osman ibn Talhat nada deb so'radi. Osman chaqirib kelinmedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga "Ma, oshqushni qo'lingga ol. Ey Osman, bugun yaxshilik va vafodorlik kunidir" dedi. Tabaqat degan kitobdagi Ibn Saidning rivoyatida Payg'ambar sallallohu
alayhi vasallam uningga oshqushni qaytirib berganda mundaq degan: "Ey Osman, bu oshqushni mangu sizlar tutinglar. Buni sizlardan zolimdan o'zga kishi tortib ola olmaydi. Ey Osman, Alloh sizlarni o'zining baytiga qarashqa amin, ya'ni ishonchlik topdi. Shun sizlarga bu bayt sababidan kelgan narsalardan yo'lliq bahramon bo'linglar." Bilalning azon ovozining kaybi ustida yangrashi. Namoz vaqti bo'lib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bilalni kaybi ustiga chiqib azon to'lashga buyurdi. Bu chaqda Abu Sufyan ibn Harb, Attab ibn Asad va Haris ibn Hisham qatorlar Masjidil Haramning saynasida boshlarini tuvan silishib o'tirishadi. Attab yindikilarga pichirlab: "Alloh Asad otasini elib ketib bu ovozni anglatmadi. Agar u bu ovozni anglasa, ko'p bearam bo'lar edi", dedi. Haris pichirlab: "Ammo men Alloh bilan qasam qilmanki, agar bu dining haq, ya'ni to'g'ri din ekanligini bilsam edim, albatta agashgan bo'lardim", dedi. Ammo Abu Sufyan ibn Harb qo'ringan holda: "Ammo men bu to'g'rida bir nima demayman. Agar deb qo'ysamla, mushu tosh yig'illarmi shuningga xabar qilib qo'yadi ekan", dedi. Shu asnoda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning yiniga berib: "Men sizlarning bayam deganlaringlardan xabar topdim", dedi va ularning deganlarini bir-birlab aytib berib edi. Attab bilan Haris: "Ey Rasululloh, biz sening Allohning payg'ambari ekanligingga guvohlik beramiz. Bu gaplarni biz uchimizdan boshqa hech kishi anglamagan edi. Bo'lmasa biz birsi uningga aytib qo'yibdi der edik", deyishdi. Nusrat sanasi yoki tashakkur namozi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kuni masjiddan chiqib Ummu Hani, ya'ni Abu Talibning qizi ning uyiga kirib g'usl tahorat oldi va uning uyida 8 rakat namoz o'qidi. U chashgoh vaqti edi. Shun u namozni ba'zilar chashgoh namozi deb o'yladi. Yana ba'zilar nusrat sanasi, ya'ni tashakkur namozi deb qaradi. Ummu Hani erining tuqqanlaridan 2 kishiga panohlik bergan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sen panohlik bergan kishiga bizmi panohlik beramiz, ey Ummu Hani", dedi. Aslida Ummu Hanining qarindoshi Ali ibn Abu Talib yiliqi 2 odamni o'ldirmoqchi bo'lgan ekan. Shunga Ummu Hani bularni uyga solab, eshiklarini taqab saqlagan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ularga omonlik tilagan ekan. Safvan ibn Umayya bilan Fuzala ibn Umayyaning musulmon bo'lishi. Safvan ibn Umayya o'lim jazosi berilgan gunohkorlar ichida odatdagi gunohkor bo'lmasdan, balki Makka qatboshlarining cho'ng bo'lish sifati bilan o'zi xuduqsinib kechib ketgan edi. Shunga Umayr ibn Vahab Jumahi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan omonlik tiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga omonlik berdi va Umayrga o'zining Makkaga yurish qilganda kiygan salisni balki qilib berdi. Shuning bilan Umayr Safvan ibn Umayning keynidan iz qo'qlab chiqib, jaddidan kema bilan Yamanga qochmoqchi bo'lgan yerdan qaytirib kirdi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida hozir bo'lganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Menga 2 oylik muhlat bersang, o'ylanib olsam", degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga: "Sana 4 oylik o'ylanish fursati beray", dedi. Shuna qilib, u xeyli kechikib musulmon bo'ldi. Uning ayoli uningdan burun musulmon bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni ilgariki nikohi bilan qoldirdi. Fuzala ibn Umayyarga kelsak, u nihoyatda qaram odam edi. U shu kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tavob qilib atganda pichoq urib, uni o'ldirmoqchi bo'lib, fursat paylab yurdi. Bir chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ushtumtut yeniga chaqirib, uning nim maqsadlarni qilib yurayotganligini aytgan edi. U shu an shahodat aytib musulmon bo'ldi. Makka fath qilinib 2-kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 2-qitim nutq so'zlashi. Makka fath qilingan atisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'pchilikka yana nutq so'zladi. U avval Alloh taologa hamd sano aytdi va tegishlik natijada
təmcide Allah Taala'nın ayıb nuqsanlardan xali ekanligini dalillaydigan söz ibarlarını etdi. Ondan mundaq dedi. Ayyuhannas, ey haloyiq, jazman Allah bu Makkani osmon zaminni yaratgan kunila haram, ya'ni urush qilish nohaq, qon to'kish haram qilingan joy qilib bekitib etgan edi. Shunga Allohning haram qilishi bilan qiyomat kuniga qadar haromdir. Allohga va qiyomat kuniga iymon etadigan har qanday bir kishiga Makkada qon to'kish halol bo'lmaydi. Uning dal daraxtlarini xohlagancha chanab kesishga yo'l qo'yilmaydi. Navoda bir kishi mening Makkaga yurish qilganligimni bahona qilib durustlikqa yo'l izlasa, uningga Alloh o'z payg'ambariga ruxsat qilgan, sizlarga ruxsat qilgani yo'q danglar. Manga yilqi kuni kunduzdan ma'lum vaqt ruxsat qilingan edi. Bugun yana uning hurmati, yana haromlik fazilati tunugunkidekla asliga qaytdi. Buni mushu yerda barlar yo'qlarga yetkizsin. Yana bir iborada Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haramning darxi kesilmaydi. Yavoyi hayvonlari urkitilmaydi. Tushirib qo'ygan narsalarni egisidan o'zgalarning tepib elishiga bo'lmaydi. O'simlik yepinchilari bozg'unchilik uchirtilmaydi, dedi deyilgan. Bu chaqda Abbas raziyallohu anhu Rasululloh faqat izhirni qoldirgan bo'lsang, u aholilarning o'tunchi va tumirchilarga hamda uy imoratlariga kerak edi, dedi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Izhir buningdan mustasnodir, dedi. Huza'a qabilasining odamlari shu kuni Bani Lays qabilasidan bir odamni jaholiyat, ya'ni islomiyatdan burungi mazgildagi bir kona qisos uchun o'ldirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu haqda to'xtalib, "Ey Huza'a xalqi, odam o'ldirishdan qulinglarni yig'inglar. Odam o'ldirish yaxshi bo'lgan bo'lsa, nurg'un odamlar o'ldirilgan bo'ladi. Sizlar bir odamni o'ldirib qo'yibsizlar, endi uning diyeti, qon to'lam pulini men to'layman. Har kim bugundan e'tiboran odam o'ldirsa, o'ldirilguchining egalari ikki xil tanlashning birini ixtiyor qilsa bo'ladi. Xohlasa qisas uchun qotilni o'ldiradi, xohlasa ulardan diyet, ya'ni qon to'lam pulini to'limini to'ltib oladi, dedi. Yana bir iborada bu chog'da Yamanlik bir odam, uning ismi Abu Shah deb ataladi, deb izohat beribdi. "Ey Rasululloh, menga yozdirib bergan bo'lsang", degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Shahga yuqorqilarni putib beringlar, dedi deyilgan. Asarlarning Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkada qilib qilishidan asirganligi. Makka fatisi g'alabalik oyoqlashishi edi. Makka Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ona yurti va kindik qini to'kilgan joy bo'lg'achqa, ansarlar bir xil ansirash kayfiyatini paydo qildi. Ular o'zaro qaranglar, Alloh Rasulullohga o'z ziminni, ona yurtini fath qilib berdi. Endi bu yerda qilib qolarmi, deyishdi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Safa teg'ida qo'lini egiz ko'tarib duo qilib atadi. U duodan farq bo'lgandan keyin ansarlarga "Bayam nimalarni deyishdinglar?" dedi. Ular "Hech nima demadi, Rasululloh" deb turib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulardan ko'chlab so'ragan edi. Oxir ular ko'nglida dakki-dukkida qolganliklarini aytishdi. Shunga u ularga "Undaq qilishdan Xudo saqlar. Yashasammi sizlar bilan yashayman, o'lsammi sizlar bilan o'laman", dedi. Bay'at, ahdnoma qilish. Allah Taala Makkani Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga musulmonlarga fath qilib bergandan keyin Makkaliklar ish bayon bo'ldi. Makkaliklarga ish ayon bo'ldi va ularning nazarida haq va nohaq oydinlashib, musulmon bo'lmoqdan boshqa chiqish yo'li yo'qligini to'nadi. Shung ular o'zligidan jam bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bay'at, ya'ni ahd berib, bo'ysundiganliklarini bildirishdi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam safoga chiqib, o'ltirib, kishilardan bay'at elishga boshladi. Umar ibn Hattob raziyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sal tövindirek o'tirib, uning vakolatan ahd oldi. Kishilar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qudrati yetadigan har qanday ishda uning gapini anglashga va itoat qilishga bay'at berishdi. Madarik
degan kitobda aytilishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kuni erlardan bayat elishdan fariq bo'lgandan keyin ayollardan bayat elishga boshlagan. Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sal pasrak bir yerda o'tirib, ayollardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning degini bo'yicha bayat olgan va uning deganlarini ayollarga yetkazgan. Shu chaqda Hindi binti Utba Abu Sufyan ibn Harbning ayoli. Özünün payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Hamzaga qilgan vahshiy qilmishdan qo'rqib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning to'ni olmasligi uchun boshqacha yasinib kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida bay'atga turgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarga so'z qilib, "Men sizlardan Alloh hech narsani sherik, men sizlardan Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka bay'at olaman" dedi. Şunun bilan Ömer radhiyallohu anhu ayollardan Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka bay'at oldi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar o'g'irlik qilmag'aysizlar degan edi. Eriqi hindipitni o'tba o'ylamaylar. Abu Sufyan bexil odam. Uning meldan xufiyona tasarruf qilsam qandoq bo'lar deb tashladi. Abu Sufyan shu yerda bor edi. O mening melimdan xufiyona tasarruf qilganlaring sana halol debdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kulib soldi va uning Hindi binti Utba ekanligini to'nib, "Sen binti Utba ekansan-da" dedi. U, "Ha, men shu Rasululloh burunqi ishlarga afu qilsalar, Alloh o'zlariga mu afu qilar" dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Ey ayollar, sizlar zina qilmag'aysizlar" degan edi. U, "Hur, azat, isil, ayol degan zina qilamdiki" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana, "Bolaringlarni o'ldirmagaysizlar" dedi. U, "Biz bolalarimizni kichigida asrab, tarbiyalab boqqan edik. Cho'ng bo'lganda sizlar ularni o'ldirib atdinglar. Bu ishni o'zinglar obdan bilasizlar" dedi. Uning o'g'li Hanzala ibn Abi Sufyan Badri urushida o'ldirilgan edi. Umar radhiyallohu anhu kulib teliqib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tabassum qilib turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Bo'hton to'qimag'aysizlar" dedi. Endi azbiray xudo, bo'hton degan qabih sat ish, sizlar bizni yaxshi ish va makarim, ya'ni isil axloqqa buyurdi ekanlar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxirida "To'g'ri ishlarda menga osiy bo'lmag'aysizlar" dedi. U, "Alloh bilan qasam qilamizki, bu yerda ko'nglimizga osiylik qilishni pukib o'ltirmadi" dedi. Bu ayol bay'atdan keyin uyiga qaytib, butlarni o'z qo'li bilan chiqib tashladi. U, "Biz sana to'lim oldinib o'tib ekanmiz" deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Makkada turib faoliyat elib borganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada 19 kun turib, shaharning islomiy baligi alomatlari yengildi. Shaharning islomiy baligi alomatlarini yengildi. Xalqni hidoyatga va taqvodorlikka yetakladi. U shu jarayonda Abu Usayd Xuzai radhiyallohu anhu ni buyurib, haramning munorlarini yengillattirdi. İslam da'vatini kengaytirish uchun atrofga qo'shinlarni avatdi va Makka atrofidagi rayonlardan but haykallarni parchalab tashlash uchun ayrim qo'shin va fidoilarni avatib, dangdar butlarning hammasini chaqqizvatdi. Makka ko'chalariga jakarchilarni chiqartib, kimki Allohga va qiyomat kuniga iymon etadigan uyda bir talmu but qo'ymay chiqaversin deb e'lon qilg'izdi. Qo'shin va fidoilarning abatilganligi. 1. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilishdan xotirjam bo'libla, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ni Ramazonning 25-kuni Hijrining 8-yili Uzza degan butni chiqib etishga avatdi. Bu but Nahli degan joyda bo'lib, Qurayshlar va barliq Bani Kanona avlodlari cho'qinadigan eng cho'ng but edi. Bu butga Bani Shaybon jamoati qaraydi. Xolid radhiyallohu anhu u yerda 30 otliq bilan otlanib berib, uni chiqivatdi. U Makkaga qaytib kelib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan "Bu narsani ko'rdingmi?" deb so'radi. Xolid "Yo'q"
degan dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onu yıqıtalmapsan. Şoňa qaytyp berip uni başqadan yıqıtып etip kelgin dedi. Şoň bilen Halid raziyallahu anhu dargazap bolup qilishni qinig'ini salmay nahliga ot chaptirdi. Bu qitim uning oldiga qara tanlik, chochlari chuvuq, qip-yalang'och bir xotin chiqdi. Budqa qarg'uvchi shayx bu xotinning tilida, ya'ni ayolcha ovoz bilan yig'lig'il turdi. Halid raziyallahu anhu berib bu xotinni bir qilich urib ikki parcha qilib atdi. Ondan Makkaga qaytib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq Uzza degan but shudur. U sizlarning zimininglarda ibodatga nail bo'lishdan abadiy umidni uzdi dedi. Ikkinchisi, uning keyindila Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu oyning ichida Amru ibn As raziyallohu anhuni Suai degan butni chiqib etishga avatdi. Suai Huzayl qabilasining buti bo'lib, Makkadan 3000, ya'ni 5 kilometr, 3 mil, 5 kilometr bo'ldi ekan. Yaraqdagi Rihat degan joyda edi. Amru raziyallohu anhu u yerga yetib berib edi. Butqa qarg'uvchi shayx uningga "Sen nima iroda bilan kelding?" deb so'radi. Amru raziyallohu anhu Rasululloh meni mushu butni chiqib etishga buyurdi dedi. Shayx, "Sen uni chiqishga qodir bo'la olamsan?" dedi. "O nimishqa?" degan edi. Shayx, "Mani qilnasan" dedi. Amr raziyallohu anhu, "Ta hozirgacha botil kufrdan umidingni uzmadingmi? Hay issit seni. U degan anglay olamdi yoki ko'ra olamdi" dedi. Ondan berib uni pochoqlab tashladi va odamlarni buyurib butning xazina uyini aqtirgan edi. U yerdan hech narsa topilmadi. Ondan u shayxga "Qandoq ko'rdingmi?" dedi. Shayx, "Allohga taslim bo'ldim" dedi. Üçüncü, şu ayning o'zida yana Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Said ibn Ashhali Zayd raziyallohu anhuni 20 otliq bilan Manat degan butni chiqib etishga avatdi. U Qadid, ya'ni joynomi, yendiki Mushallal degan yerda bo'lib, Avis Hazraj, Hasson va boshqa qabillar cho'qindigan but edi. Said raziyallohu anhu u yerga yetib borgandan keyin butqa qarg'uvchi shayx uningga "Nima maqsad kelding?" dedi. Said, "Manatni chaqqali" dedi. Shayx, "Nima qilsang qilgin" dedi. Shuning bilan Said heliqib butni chaqqali boshladi. Boshlari chuvuq, teni yalang'och, qapqara bir xotin Alloh tova silib, mayda boshlariga urib chiqib keldi. Butqa qarg'uvchi shayx bu xotinga xitob qilib, "Imanat, sana asi bo'lganlarni qahringa olg'in" dedi. Shuning bilan Said raziyallohu anhu heliq ayolni qilishlab o'ldirib atdi. Ondan butni chiqib atdi. Uning g'aznisidanmi hech narsa topilmadi. 4-chi, Halid ibn Valid raziyallohu anhu Uzza degan butni chiqib etib kelgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning qo'shinini Shavval iyida Bani Juzayma xalqiga yurish qilguvchi qo'shin qilib emas, balki islomga chaqirguvchi da'vatchi qo'shin qilib avatdi. Bu qo'shin muhojirlar, ansarlar va Bani Sulaymondan bo'lib 350 odamdan tashkil qilingan edi. Halid raziyallohu anhu ularning mahallasiga yetib berib, ularni islomga da'vat qilgan edi. Ular aslamna, ya'ni musulmon bo'ldi degan gapni deyolmay, sabaina ya'ni koni dindan yangi dinga ko'chdik degili turdi. Shuning bilan Halid raziyallohu anhu ularning o'ldirilganini o'ldirib asr olg'ili turdi va har odamga birdan asrni tutqizib berdi. Ondan bir kun turib hammalarni qo'lidagi asrlarni o'ldirib etishga buyurdi. Bu chaqda Ibn Umar raziyallohu anhuma va uning hamrohlari asrlarni o'ldirib etishga qo'shilmadi va qaytib kelganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ahvolni aytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duoga qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, men Xolidning bu ishlaridan chakri gerdurman. Men 2 qitim takrorladi" deb 2 qitim takrorladi. Xolid raziyallohu anhuning buyrug'i bilan muhojir va ansarlardan boshqa Bani Sulaym xalqi qo'llaridagi asirlarni to'liq o'ldirib atgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali raziyallohu anhuni avatib, ulardan o'ldirilganlarga qon puli to'limi to'lab berdi va iqtisodiy zinni to'ldirib berdi.
bu qatim Xolid ibn Valid raziyallohu anhu bilan pishqadam muhojir Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu o'tirsida mushu ish tufayli xili qo'pol gap so'zlar bo'lungan va ig'ir arazliq yuz bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni anglab, o'zingni besib ol, ey Xolid, pishqadam sahiblarimdan tilingni yiqqin. Allah bilan qasamki, agar Uhud tegidek oltin bo'lgan bo'lsa, sen uni Allah yo'lida sarf qilsangmi, mening pishqadam sahobilarimdan birining bir atigan yoki bir kashtiki qilgan amalining faziltini topolmaysan, dedi. Mana bular Makka fathisining tafsilotidir. Bu fathi butparastlikning Arab yerim orlidagi mavjudiyatiga yo'chuq yoki o'rin qoldirmay tal to'kis yo'qotgan va uning hukmronligiga mangulik xotim bergan tarixiy ahamiyatga ega hal qilish jang bo'ldi. Barliq Arab qabillalari, musulmonlar va butparastlar o'tirsidagi tirkishish va qonliq to'qinishlarning oxirgi natijasini kutib Bu qabillar ularning qaysi haq to'g'ri yo'l ustida bo'lsa, haramning huquqini shular egallaydi deb faraz qilyotdi. Ularning bu qarshi e'tiqodi mushningdan dal yerim asr ilgari ashabul fil, ya'ni pil urushni qo'zg'uvchilar qo'shini Baytullohni vayron qilish uchun kirganda ushtumtut hammasi g'alaq qilingan, hatto birsimu aman qolmagandan beri tadrijiy shakllangan va bora jazmlashgan qarash edi. Mudaybiya kelishimning imzolanishimi bu ulug' fathining oldin tayyorlik xizmati va strategik o'rinlashtirilishi bo'lgan edi. Bu kelishim imzolanish bilan kishilar xotirjam bo'lgan edi. Ikki taraf o'zaro so'zlasha kishilar islom uchun munozir qila oladigan, Makkada o'z e'tiqodi va dinoyatini yushirib kelganlar Mudaybiya shartnomasidan keyin oshkora diniy faoliyat elib bora oladigan va diniy da'vat bilan shug'ullana oladigan, hatto shu haqda ilmiy munozara va ilmiy suhbat o'tkaza oladigan bo'lgan edi. Natijada nurg'un kishilar islomga kirgan yoki moyil bo'lgan, hatto Hudaybiya kelishimni imzolashdan ilgari tashkillangan urushlarda 3000 ga yetmaydigan musulmon qo'shinning soni bu qatim baraqlam 10 mingdan eshib ketgan edi. Bu hal qilg'uch urush kishilarning tafakkur ko'zini ochdi. Islomning haqiqiy mohiyatini tunishga to'silg'i bo'lib turayotgan jaholiyat qora pardalarini yirtib tashladi. Bu fatih g'alaba orqali musulmonlar butun arab yerim orlining diniy va siyosiy vaziyatini kontrol qilib, din bilan siyosatni birlashtirgan birdan-bir hukmron kuchga aylandi. Mudaybiya kelishimning imzolanishi bilan musulmonlarning manfaatiga qara yuzlangan bu davr bo'lgich xarakterga ega yangi bosqich Makka fathisi bilan to'liqlandi va puxtalandi. Shuningdek e'tiboran tamoman musulmonlarning manfaatiga qarab yuzlangan vaziyatni butunlay musulmonlar kontrol qilgan arab qavmlariga nisbatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga al bo'lib islomni qabul qilish va islom da'vatini dunyoga yuzlantirish vazifasini zimmasiga ilishdan boshqa chiqish yo'li qolmagan yangi bir davr, yangi bir bosqich boshlandi va ularni bu vazifalarga loyiq qilib yetishtirish ishi keyingi 2 yilda tamomlandi. Xo'sh, qarindoshlarim, bugungi bevosita o'qib tarqitishimiz mushada to'xtasin. Alloh buyursa, davomini keyingi, ya'ni atadagi bevosita tarqitishimizda diqqatingizga sunamiz. Hammalarning diqqat berganiga rahmat. Alloh omonat.